boshqa joylarga borishni niyat qilganlar videoga bitta like bosib qo'yamiz. Do'stlar, samolyotli villa, sizlar aniq bunaqasini ko'rmagansizlar, chunki bu dunyoda bitta va O'zbekistonda menimcha birinchi Sarobola obzor qilishi. Videoga albatta bitta like bosib qo'yinglar. Tasavvur qilasizlarmi, samolyotdan katta villa qurishgan. Mana buni qaranglar, haqiqiy samolyotni olib kelib qo'yishgan do'stlar. Yo qanoti Hind okeani do'stlar, mana qaranglar. Voy! Va sizlarga hozir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Saroboladan endi afterski tur do'stlar. 11 kun xudo xolasa Bali, Singapur, Malayziyada birgalikda bo'lamiz. Hammasi 5 yulduzli otellar bo'ladi. Zo'r turlarni tashkil qilamiz. Joy faqat 30 tagina uski guruh qilib boramiz. Mana telefon raqamlariga telefon qilib joylarni tez band qo'yinglar. 11-iyun. Vaqt kam qoldi. Chap tomon, o'ng tomon dush, tualet, to'riga kirasizlar va bu yoqda spalni va jacuzzi. Mana shu jacuzziga tushib olasizlar. Tushib olib, cho'milib, yonlarga qarab, yaxshi ketmamizmi deb. Va albatta, cho'mil bo'lganlardan keyin mana bitta yotib, er-xotin gazdek pissalarini olib, chaqib bazaqib, eslab, like bosib qo'yinglar. Endi buni qancha gaplashiga kerak bo'lsa, Citrus Travel Sarobola pizzani ham keltirib qo'yadi. Mana Sarobola pizzani ashuna o'tirasizlar, deyman bitta og'aynilar bilanmi? Keling bilan yeb. Va dum qismida esa bu yoqda ham tualet, vanna, spalni mana ko'ryapsizlar va ichkarida jacuzzi va eng oxirida tualet. Shu bilan bu yoqga qarang. Basseyn.